Sankt-Peterburgda o'tkazilgan Alvon yelkanlar bitiruvchilar bayramiga samarqandlik iqtidorli o'quvchilar uchun ajratilgan sayohat imkoniyati viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi xodimlari farzandlari o'rtasida taqsimlangani haqida xabar bergandik. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori Akmal Burxonov ushbu holatga alohida to'xtalib o'tdi. Haqiqatdan ham dastlabki o'rganishlarimiz natijasida o'z tasdig'ini topdi, ya'ni o'sha Rossiya tomonidan taklifnoma berilgan, hokimlik buni yo'naltirgan boshqarmaga, maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasiga va o'rganishda ko'rdikki, o'sha 8 nafar maktab o'quvchilari va 2 nafar o'sha o'qituvchilar jo'natilgan va o'sha 8 nafardan 4 nafari bevosita, 2 nafari boshqarma boshlig'ining yaqin qarindoshi, ya'ni farzandi bilan jiyani, yana 2 nafari o'sha yerda buxgalter va metodistni farzandlari bo'lib chiqdi. Yana bir nafari o'sha boshqarma boshlig'ini yaqin tanishini o'g'li bo'lib chiqdi. Bu bo'yicha biz dastlabki o'rganishga ko'ra o'sha mahalliy byudjetdan 95 million so'm ajratilgan ekan, ularni borib kelishi uchun 3 ta o'sha eng yaqin farzandlari bo'yicha pul byudjet mablag'lari o'sha ota-onasi tomonidan 28 millioni mahalliy byudjetga qaytarilishiga erishildi o'rganish natijasida. Bundan tashqari o'rganishlarimiz natijasida biz maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi rahbariyatiga taqdimnoma kiritdik. Ya'ni o'rganishlarimiz bu o'sha qonunchilikka zid ekanligi, ya'ni eng asosiysi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan 595-son qarori bilan tasdiqlangan odob axloq qoidalariga zid xatti-harakatlar amalga oshirilgani va bu harakatlarni vazirlik tomonidan chuqur o'rganib taqdimnomamizda keltirdik. Shu o'rganishlar 28 million qaytardi, lekin yana bir bor o'rganib, yana agar o'sha byudjetga zarar keltirilgan bo'lsa uni va o'sha tanish-bilishchilik holatlariga yo'l qo'yganligi uchun mutasaddilarga, birinchi o'rinda o'sha boshqarma rahbariga va boshqa o'sha kim bu yerda o'sha sababchi bo'lgan bo'lsa, ularga nisbatan keskin chora ko'rish bo'yicha taqdimnoma kiritdik. Ya'ni lavozimdan ozod etishgacha bo'lgan taqdimnoma kiritdik va 10 kun ichida mana shu taqdimnomamiz bo'yicha javob berishlari bo'yicha, demak, talabnoma, taqdimnomani kuni kecha yubordik.